Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana Istanbuldagi ikkinchi yakshanba dam olish kuni. Yana ertalabdan dam olib turgandan keyin dengizga aylanishga keldik. Sizlarga ham dengizlarni bir ko'rsatib qo'yay dedim. Marhamat. Hamma bu yerda baliq tutyapti. Suvni sokinligini, havo yaxshi bugun. Quyosh juda zo'r dengiz. Karabillar. Sen suvga yaqin kelib qoldi. Paron deydi, paron ekan bu yer. Dengizga qaratib video qilaveribman. Orqadagi atmosfera juda ham chiroyli ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Shunaqa chiroyli orqadagi uy-joylar ham bor ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, kommentariyada savol bo'lyapti. Shogirdlikka olasizmi degan. Shogirdlikka olish uchun oldin tibbiyot institutini 6 yil, mutaxassislik bo'yicha ordinatura 2 yil yoki magistratura 3 yil. Bundan keyin bolalar urologiyasi mutaxassisligi 4 oy. Shuni o'qigandan keyin o'z-o'zidan bizga kelib shogird bo'lib qoladi. Albatta bu o'qiyotgan yoki o'qishi mumkin bo'lgan bolani shogirdlikka olasizmi deb so'rash shart emas. Shu aytilgan hozirgi etaplarda o'tib chiqqanda o'z-o'zidan bizga shogird bo'lib qoladi. Shogirdlikni ularga o'rgatmaslikni ilojimiz yo'q. Bizi qilayotgan ishimizni doimiy biz bilan birga bo'lganligi uchun bemalol o'rganadi. Buni o'zi qila oladi ham inshaalloh. Shunaqa. Voh, kuzatuvchilar. Yuqoridan shunaqa yo'lak qilingan ekan. Dengizni tomosha qilish uchun. Juda ham chiroyli. Balandlikni qaranglar. Shu yerdan ko'rinar ekan. Yangi qurilgan Erdo'g'on masjidi ham shu yerdan ko'rinadi. Ko'rindimi sizlarga? Bilmayman kamerada qanchalik ko'rinyapti, lekin juda ham uzoqda. Odamni ochilmagan dixaniyasini ham ochib oladi, zo'r. Juda toza havo. Hammalarga ilindi. Shu yerlarga kelib, toza havolarda nafas olib, yana ham sog'lom bo'lib ketishinglarni tilab qolaman. Şu köprik. Parakotlar. Yuqoridan ko'rinishi juda ham chiroyli ekan.